Salom hurmatli obunachilar, ko'ryapsizlar, zakazimga keldim, narsalarimni tushirdim, bularni hammasini joy-joyiga qo'yib, ishimni boshlayman. Bugungi zakazimizda kichkinagina ishim bo'ladi. Bitta fotozona qo'yib berishga kelishdik klientim bilan. Domga, podyezd ichiga fotozona qo'yadigan bo'ldik. Mana shu fotozonani pastda yasavyapman-da, ko'ryapsizlar, bannerni qo'yish juda qiyin bo'lyapti. Rosa shamol bo'ldi. Shamolda uchib ham ketdi, vobshe qiynalib ketdim. Sharoit sal to'g'ri kelmadi. Rosa banner ham qattiqqina ekan, qattiq bannerga chiqarib beribdi. Xullas tortib qilishim ham qiyin bo'ldi. Bilmadim, ko'p vaqtim ketib qoldi shuni o'ziga. Xullas ishimni boshladik. Ichkariga kirib olib, podyezdlar kattagina ekan, shu yerga joylashtirishga qaror qildim va yo'llariga shu kelgan podarkalarni keyin yasatib qo'yadigan bo'ldik. Xullas bannerimiz bejeviy stilda bo'lyapti. Shu o'g'il bolani stilida, o'g'il bola chaqaloq kelayotgani uchun mana shunaqa qilib yasatib berdim. Ko'ringlar, baho beringlar. Shunaqa xizmatlar bo'lsa, bemalol aloqaga chiqishinglar mumkin. Ha, bularga bonusiga spalnilarni ham yasatib berdim.